tushundinglarmi? Birinchi navbatda o'zingizlar qomatinglarni cho'tki qilib olinglar. Birinchi navbatda yuzinglar ham zo'r bo'lsin. Bolanglar, bolanglar masalan sizlarning yuzinglar bo'ladi. Tushundinglarmi? Bolanglarning oyog'i o'mi to'g'rilaydi. Xmi to'g'rilaydi. Skolioz kifozmi to'g'rilaydi. Chunki birinchi o'z navbatda o'zinglarnikini cho'tki qilib olinglar. Masalan, ozdiruvchi massaj qilib olsanglar, qomatinglarni cho'tki qilib olinglar. Sababi, masalan, men sartaroshxonaga borsam, birinchi o'zini makiyajiga qarayman. Tushundinglarmi? Qani o'zi qanaqa? O'rnak bo'ladimi? Yuzi qanaqa? Kosmetologga borsa, masalan, kosmetologga men bormaganman, qayerga kirib hech qachon kosmetologga bormaganman. Lekin men 6 yil salon krasoti, go'zallik salonini yurg'izganman-da. Qizlarimga aytardim, to'g'ri, uydan bo'yanib kelmaysizlar, kelgan vaqt o'zlaringga oro berlaring. Chunki kirib kelgan odam birinchi o'zini sochiga qaraydi. Sochi qanaqa? Ухоженныйmi? Ukvatkadami? Ana endi deydi o'ziga qaragan ekan. Men bunga o'tiraman deydi-da, o'tiradi. Bolalarning oyog'i o'mi, masalan, menga yozyapti-da, shogirdim chasmida ishlayotgan ekan. Ustoz deyapti, blogerlar reklamasiga ishonish kerak emas ekan deyapti. Nega desam, aytyapti, o'zi bloger o'rtog'i bor deb rasta reklama qiladi deb, deyapti, chasmida ikkita bolasini olib kelyapti. Bizga ham chasmida u massaj qilyapgan-da, o'sha shogirdim. Bitta mashhur bloger chasmi bog'chiga bolasini olib borgan, deb oyog'i qiyshiq, lekin o'rtog'i massajistka rasta reklama qiladi deyapti. Tushunasizlar? Birinchi o'zinglarni to'g'rilab qo'yinglar-da. Ana keyin birovlarning bolasini to'g'rilab beringlar. Tushundinglar?